Yani bu Yanpichuen terapötikte şundaq deydi. Hayatdan nima uchun nurg'un kishilar laylab qoldi, bir ishni ham vujudga chiqolmaydi. Buning eng chong sababi xato ish qo'yishdan ansiraydi. Oxirdagi mas'uliyatdan qo'rqadi. Ularning o'z oldiga mustaqil fikr qilish bir ideyasi yo'q. O'z ko'z qarashini dodillik bilan bir o'ttirib qo'yolmaydi. Hamda muvaffaqiyat qozonma, kuchlanma deyotganimiz to'xtamay o'zimizning chekiga bir jang e'lon qilishimiz kerak. O'z bilish doiramizni davomli kengaytirib turishimiz kerak. Shu xato bosgan qadamlar ichidan hamda to'g'ri yo'lni tepishimiz, saboqlarni elishimiz kerak. O'z qo'rqinchimizni yo'qotishimiz kerak. Bu yerdagi xato ish qilish ancha muhim emas. Biroq shu xato ishdan biroq mag'lub bo'lib ketish nihoyat muhim. Hamda shu xatolik ichidan, mag'lubiyat ichidan o'z ojizligimizni tepishimiz, ulardan saboq olishimiz, kamchiliklarimizni keyin to'liqlashimiz kerak. Hamda muvaffaqiyat qozonma deyotganmiz, oldinda hech bo'lmasa shu muvaffaqiyat qozonganlarni bir to'g'ri qilishimiz kerak. Hamda bu yerdagi terapni axtarib ko'rib baxsanglarmi, dunyodagi katta boylar, korxonchilar, muvaffaqiyatlar hammasi e'tirof qilgan, hammasi maqtagan bir yaxshi kitob. Huawei'ning qurg'uvchisi Ren Zhongfei bu kitobni har bir yoshlarning o'qishi uchun zarur o'qishlik bo'lishi kerak dediga. Demak, bu kitob ostidagi serial qarzini setib olib, taxlab qo'yib, qayta o'qishga arzigidek bir kitob. Shundaymi?